To'g'risi bu videoni olishga juda ham katta turtki bo'ldi. Nima deydi? Bu narsani men aytib sizlarga aytmasam kechqurun borib uxlolmayman. Miyaga o'rnashib qolib, juda ham muhim narsa. Hamma bu hayotida duch keladigan narsa. Bu narsani hamma bilishi kerak. Nima deydi? Uning uchun borib moliyaviy savodxonlik bo'yicha $1000 kurs sotib olish ham shart emas. Mana hozir sizlarga shundoq shu narsani tushuntirib beraman. Hayotingizda bu juda kerak bo'ladi. Bunaqa lavushkalarga, qopqonlarga tushib qolmaslik uchun bu videoni oxirigacha ko'rishingiz kerak bo'ladi. Ketdik, boshlaymiz. Xullas, nima turtki bo'ldi bu videoni yozishga? O'zi har doim o'ylab yurardim, bir qachondir bu narsani aytaman deb. Mana bugun o'sha turtki bo'ldi. Yangilik chiqdi. O'zimiz O'zbekiston fond bozorida ertaga 27-martdan boshlab, bugun 26, mana soat 8:30. 27-martdan mana shu kompaniyaning obligatsiyalari joylashtirilar ekan. Hozir sizlarga bu obligatsiyani maqtab, yo'q. Gap umuman boshqa narsa haqida. Prosta shu narsa turtki bo'ldi menga bu videoni yozishga. Hozir tushuntirib beraman. Ozgina sabr. Xullas, obligatsiya chiqiladi deyildi. Ertaga O'zbekiston fond bozorida sotuvga. Mayli dedim. Xo'p, qani bir kelib ko'raylik-chi. Nima kompaniya? Endi mikromoliya deganda, u degani biz uni obligatsiyasini sotib oldik, ular bizning pulimizni oladi va albatta boshqalarga kredit beradi qimmatroq foizga. Misol boshqa mikromoliya bor, ular ham berishadi. Misol biznes finans, ular где-то kredit foizi 35% ga chiqarishadi. Bu katta foiz, lekin mayli, bu normada. Keyin bularnikini ham bir ko'ray dedimda, 28% berishyapti. Baland berishyapti. Keyin bir kirib ko'ray dedim, bu kompaniya qanchaga kreditga berishar ekan. To'g'risi kirib yomon shokda bo'ldim. Mana bunga o'zingizlar qaranglar-da. Yillik foiz. Nima deyish mumkin? Hozir men bu kompaniyaga urushmoqchi emasman. Yo'q, menga bu kompaniyaga negativ umuman yo'q. Bu kompaniya bu narsani qilyaptimi? Demak, bozorda bunga talab bor. Men hozir shu talabni qisqartirishga harakat qilmoqchiman bu videoda. To'g'risi bor-ku, bu narsa ham bekordan chiqib kelmayapti. Bular, значит, ular ham bozorni o'rganib chiqqan. Demak, bu narsaga talab bor haqiqatan. Kimdirlar shunga haqiqatan rozi, chunki katta kompaniya, men bu yerda hozir ko'rsatganimdek, bu yerda kichkina summa emas, 10 milliard so'mga bular chiqarishgan. Bu yerda ham xodimlari ko'p. Men bu kompaniyaga qarab chiqdim. Ular ham, значит, bozorni o'rganib, talab borligini sezib, bular shunaqa katta foizdan demak chiqarishyapti. Men shu insonlarni hozir qutqarish uchun bu videoni yozyapman. To'g'risi, ichimdan yonib turib yozyapman. U ham mayli, bular shunaqa, bilmadim qanaqa qilib ta'riflasa bo'ladi bu so'zni. Nima desa bo'ladi? 66 deyarli foiz. 65% dan balandroq. Endi nimaga bular baland berishyapti bunaqa katta foizni? Siz bez zalog beryapsiz va doверие, ya'ni faqat ishonch, bez zalog va nima deydi? Sizga поручитель ham kerak emas, kimdir turib ham kerak emasda, arzonroq qilib berishyapti. Misol, yana bez zalog siz olayotgan qarzingizga o'sha 1,25 million so'mgacha olayotgan qarzingizga 3 ta odam turib bersa, mana 63% qilib berishar ekan, deyarli 63% yillik qilib berishyapti-da. Endi qarangda, undan ham pastroq qilib berishadi. Eng pasti mana уже zalog qo'yadigan bo'lsangiz, mashina, yuvelir, o'sha kafil 3 ta 45
45 40 man уже to'g'risi charchadim ozgina, ujin ham qilmadim hali. 47%, deyarli 48%gacha qilib berar ekanda. Keyin men bu yerda bitta narsaga ahamiyat berib, programma loyalnosti. Bularda yana mana shu narsani yaxshiroq ketishi uchun bular loyalnost programma qilibdi. Zo'r, kompaniyaga malatsi zo'r. Lekin men o'sha tumsoqqa tushib qolmasliklari uchun hozir oddiy odamlar uchun bu videoni yozyapman. Programma loyalnosti, men bunaqasini birinchi marta ko'rishim, kreditni nima ekan bu dedim-da. O'zi foiz katta berilyapti. Katta 65%. Loyalnost nima ekan deb kirdim-da. Bu yog'i lekin yomon shok bo'ldim. Ya'ni mana-da sizlarga bu yerda ko'rinyapti. Misol o'zbek tiliga o'zgartirib, buni o'zingizlar kirib ko'rib olsanglar, tushunib olsanglar bo'ladi. Menga sal qiyinroq, shunga tez hozir ruschamadan tarjima qilib aytib beraman. Ozgina qaltiratyapti, soqotib ketdim. Xullas, oddiy qilib aytaman, nima deyilyapti bu yerda? Mana shu kreditlarni ko'proq berilishi uchun loyalnost programma, ya'ni siz ko'proq odam olib keladigan bo'lsangiz, misol siz kredit olib qo'ydingiz, endi ko'proq odam olib keladigan bo'lsangiz, sizga o'sha pluslar, bonuslar berilar ekan. Oddiyroq qilib aytganda-da, yana qisqaroq oddiyroq aytganda, bu kreditlarni siz tarqatadigan bo'lsangiz, sizga yanada ko'proq kredit olishga plus berilar ekan. O'sha pluslar, fishkalar berilar. Oddiyroq, ya'ni kreditlarni siz yana ko'proq iste'mol qilishingiz uchun-da. Mana men bu yerda ham 1000 so'mingizga o'sha oddiy qilib, mana o'zlarim aytgan oddiy mexanika va maqsad bu loyalnosti. Har safar uni yopganingizdan keyin sizga har bir 1000 so'mingizga 1000% qo'shib berish. Ya'ni 1000 so'mni 1000% ga ko'paytiradigan bo'lsak, bu degani sizga adashmasam 1 million da 1 millionga oshib beradi. To'g'risi ozgina charchaganman, может noto'g'ri gapirayotgan bo'lishim. No, qisqa qilib aytganda, siz yanada ko'proq bu yerga odam olib kelasiz, ular ham kredit oladi va siz bundan qanaqa tarzda foyda ko'rasiz, yanada ko'proq kredit olsangiz bo'ladi. Xullas shunaqa narsa qilishibdi. Bu kompaniya haqida aytadigan bo'lsak, men hozir bu yomon kompaniya demoqchi emasman, yo'q. Bu kompaniya o'zini ham o'rganishga harakat qildim. Eskidan kompaniya bor ekan va mana bu yoqdan Org.infodan ko'radigan bo'lsak, ustavi 42 milliard ekan. Endi bilmadim ustavida haqiqatan bu pul bormi, yo'qmi, lekin ustavi shunaqa belgilangan ekan va 2009-yildan beri bor ekan. Keyin nima deydi? Bu yoqda reyting, nalog, misol ko'p soliq to'laydimi degan joyda yo'q turgan ekan. Ya'ni katta soliqlar bu tashkilot to'lamas ekan va reyting stabilnosti eng yuqori emas ekan, o'rtacha ekan, sredniy. Va buni ko'proq ma'lumot va to'chinroq ma'lumot olaman desangiz, aytishyapti, mana shu saytga kiring. U saytga kirdim va bu kompaniyani bu yerga INN'sini yozganingizda mana chiqib kelyapti, Delta Mikromoliya tashkiloti. Uning reytingi 2B, 68 ball. Ya'ni 100% dan 68 ball. 2B degani bu mana bu yerda o'rtasi, ya'ni eng yuqori bu 3A bo'ladigan bo'lsa, 3A'dan qancha pastroqda ko'ryapsiz-da. Albatta yuqoriroq bo'lsa, siz yanada xotirjamroq bo'lsangiz bo'ladi. Bu yerda pastroqda ekan. Shu narsasiga inobat beringlar. Endi o'shani kredit olayotganlar uchun, kredit
olmasligi uchun, umuman kredit olmasligi uchun man hozir mana yozib chiqdimda tushuntirib bermoqchiman qisqa qilib. To'g'risi men bu narsani hozir tayyorlayotganda уже obligatsiyalar ham olishdan ham qaytgim kelib ketdi-da, chunki unaqa baland nimalarni ko'rib shokda bo'ldimda. Mana qisqa qilib sizlarga hozir aytib ketmoqchiman-da, moliyaviy savodxonlik bo'yicha-da. O'zi moliyaviy savodxonlik bu nima degani? Bu faqatgina kamroq ishlatib, ko'p faqat hamma narsada ekonomik qilish degani emas. Bu o'zi nima degani? Bu kompleksniy sistema o'zingizni pulingizni boshqarish bo'yicha. Ya'ni nima degani? Bu o'sha daromadlaringiz, xarajatlaringiz va investitsiyalaringiz sizni maqsadingizga olib borish kerak degani. Oddiy qilib tushuntirib beraman. O'sha $1000 mana moliyaviy savodxonlikni sizlarga oddiy qilib, sodda qilib tushuntirib beraman. Ya'ni o'sha moliyaviy savodxonlik bu kompleksniy sistema sizni pulingizni boshqarish bo'yicha va bu o'sha daromadingiz, xarajatingiz, investitsiyangizni kompleks qilib o'shani boshqarib sizni maqsadingizga olib borish kerak. Ketdik mana. Birinchisi to'g'ri yo'l bilan ketadigan bo'lsak, ya'ni moliyaviy savodxonligingiz bor bo'ladigan bo'lsa, mana shu to'g'ri yo'l bo'yicha biz ketamiz va nimaga erishamiz hozir ko'ramiz. Va ikkinchisida noto'g'ri yo'l bilan, ya'ni kreditlar olib ketadigan bo'lsak, biz nimaga borib qolamiz. Shuni men tushuntirib beraman. Birinchisi, albatta biz ko'proq topishimiz kerak va nimaga biz ko'proq daromad topishimiz kerak? Albatta ko'proq yig'ishimiz uchun. Oddiy. Bu hech qiyin, fantastik narsa yo'q. Ko'proq yig'ish uchun. Endi ikkinchisi, ko'proq yig'yapmiz. Nima uchun biz ko'proq yig'yapmiz degan savol paydo bo'ladi. Ko'proq yig'yapmiz, albatta ko'proq investitsiya qilish uchun, ya'ni kattaroq hajmlarda investitsiya qilish uchun. Endi savol yana tug'iladi. Nimaga biz ko'proq investitsiya qilyapmiz? Nima uchun? Bu siz qilayotgan investitsiyangiz sizni nezavisimim, ya'ni o'zingizni mustaqil va hech narsaga bir zavisim bo'lib qolmasligingiz uchun. Men bora uzr so'rayman, o'zbek tilida o'sha tillaringiz kelishmayapti. Shuni to'g'rilab o'rsanglar bo'ladi kommentariyada. Juda ham xursand bo'lardim. Oldindan rahmat. Ya'ni mustaqil bo'lib harakatlanishingiz uchun hayotingizda kimdirga qarab qolmasligingiz uchun, oddiy jaydaricha qilib aytganda, kimdirga qarab qolmasligingiz uchun uning uchun biz ko'proq investitsiya qilib boramiz. Endi qarang, tushuntirishga harakat qilaman. Mana misol, nimadan boshlash kerak deydigan bo'lsa-edi, sizlarga podrobniy instruksiya, ya'ni nima qilish kerakligini ham aytib ketaman. Misol, prosta investitsiya qilish emas, mana nimadan haqiqatdan harakat qilib boshlasa bo'ladi. Birinchisi, misol, oylik juda ham past, ya'ni 3 million so'm oylik olyapsiz. Savol tug'iladi, nimaga sizni oyligingiz unaqa past? Chunki oddiy bu narsa, siz qilayotgan ishni ko'pchilik qila oladi. Men ham qila olaman. Mutaxassis bo'lmasam ham o'sha 3 million so'mlik oylik ishni любой ko'chadagi inson qilib keta oladi. Ya'ni uni ko'pchilik qilib ketaversa, albatta uning qiymati arzon bo'ladi. Bu bizlar nima deydi? Rыночный ekonomika, bozor iqtisodiyoti bu tabiiy hol. Shunga to'g'ri qarash kerak. Past oylikimiz, значит, siz qilayotgan ishni ko'pchilik qila oladi. Qanaqa qilib o'sha 6 millionga chiqsak bo'ladi. 6 million, 10 million so'mlik oylikka chiqish, bu ham o'rtacha oylik hisoblasa bo'ladi. Nimaga? Chunki bu narsaga уже odam o'rganish kerak va nimaga bu o'rtacha deyapman? Bularni endi nisbatan baribir ham ko'proq odamlar buni o'rgana oladi. Agar xohish bo'lsa, oldida maqsadi bo'lsa, o'sha 6 milliondan 10 milliongacha berilayotgan oyligini qilayotgan ishini o'rgansa bo'ladi. Odam qilayotgan ishini odam qiladi deb o'ylayman.
agar sizlar ham shunaqa deb o'ylasanglar, shu yozib qoldiringlar. Agar unaqa hisoblamasanglar, nimaga unaqa emasligini izoh bilan konkretni keltirib beringlar-da. Men shunaqa hisoblayman. Ya'ni o'sha 6 milliondan 10 million so'mgacha qilinayotgan ishlarni hamma narsasini uni men o'sha o'rtacha birinchidan hisoblayman va bu ishni любой odam o'rgana oladi. Oldida o'sha maqsadni qo'ysa va aytgandek, odam qilgan ishni odam qiladi. Bo'ldi. Faqat shu narsani o'rganib olish kerak. И всё. Demak, 3 milliondan bu yoqqa o'tmoqchimisiz? Shu ishlarni o'rganing. Bo'ldi, ustingizda ishlaning. Konkretniy spetsialist bo'ling-da. Hamma qilayotgan emas, boshqa o'sha yo'q, to'xtang. Ya'ni o'sha 6 million 10 million qilayotgan ishni o'rganib borasiz. Endi keyingisiga o'tadigan bo'lsak, oylik haqida faqat gapiraman. Oylik 10 million so'mdan 25 million so'mgacha bu qanaqa oylik bo'ladi yoki qanaqa qilib unga chiqsa bo'ladi. Bunda ikkita yo'li bor. Bu albatta uje men shu hozir boya sal chalkashib ketdim. Bu o'sha ish bo'ladi. Kim kamdan kam odam bu ishni qilayotgan, ya'ni unaqa spetsialistlar o'zi juda ham kam, sanoqli, deyarli yo'q va shuning uchun ularda uje 10 milliondan 25 milliongacha oylik bo'ladi. Yoki ikkinchisi bo'lishi mumkin. Siz mana shu 6 milliondan 10 milliongacha qilayotgan ishingizni uje bu yoqda 10 milliondan 25 milliongacha olishingiz uchun siz o'sha qilayotgan ishingizni eng professionali yoki topi bo'lishingiz kerak. Bo'ldi. Oddiy narsa. Ya'ni 3 milliondan 6 millionga o'zi вообще 3 million topish uchun albatta chiqib ko'chaga harakat qilish kerak va keyingisi 6 milliondan 10 milliongacha topish uchun bu o'sha qilayotgan ishni siz o'rganishingiz kerak. O'sha mutaxassislikni, men diplom haqida gapirayotganim yo'q. Hozir diplomsiz ham ishlar ko'p qidirgan topadi. Объявлениялар bor-da, Headhunter'da bor, OLX'da bor. Ya'ni qilayotgan vakansiyalar bor. Va shu ishni qilayotgan ishni, o'sha ya'ni qo'yilgan ishni siz ko'rib chiqsangiz, Headhunter'da prям yoziladi qanaqa vakansiya va unga qanaqa naviklar kerak, nimani siz bilishingiz kerak, nima ishni qilishingiz kerak, shu ishga sizni olish uchun bo'ldi. Shu narsani o'rganasiz va shu ishga sekin harakat qilib albatta bittada o'xshamaydi. O'sha borib siz собеседованиялар o'tasiz. Xullas harakat qilib shu narsaga baribir ham erishasiz. Harakat to'xtatish kerak emas. Va o'sha ishni o'rgandingizmi, qilib ishni o'zi qilib ketyapsiz. 6 milliondan 10 milliondan qanaqa qilib yana ko'paytirishingiz mumkin? Bo'ldi, o'sha qilayotgan ishingizni eng piri, eng ustasi bo'ling. Bo'ldi. Siz yana daromadingizni oshirasiz. 10 million, 25 million. Professional bo'ling yoki hech kim qilmayotgan ishni borib qilishga harakat qiling. Unaqa ishlar ham bor. Men bitta oddiy narsani aytaman. Bizda misol qaysi ishlar, qaysi spetsialist kam? Bu geodezist. Geodezist spetsialistlari adashmasam bizda hali o'qitilmaydi ham. Bizda O'zbekistonda geodezistlar defitsit. Geodezistlarga qiziqib ko'rsanglar bo'ladi. Men prosta bitta misol qilib keltirdim. Va albatta kuchli banalniy narsa bu IT spetsialistlar. Banalniy emas bo'lgan geodezistlar bizda deyarli yo'q, kam juda ham. Keyingi etap nima qilasiz? Mayli daromad qilib oldingiz, uni ko'paytirib oldingiz. Endi nima qilish kerak? Siz u kelayotgan daromadingizdan, ya'ni o'sha moliyaviy savodxonlik shu narsani agar biladigan bo'lsangiz, shu narsa ichiga kiradi. Bu siz o'sha daromadingizdan albatta yig'ib borasiz. Oyligingiz kamroqmi? 10% yig'ib borasiz. Oyligingiz ko'paygan sari siz o'shani chiqarib borasiz. Ya'ni 20, 30, 40, o'zi 50% gacha ham chiqarishga harakat qilish kerak. Ya'ni daromadingizni ko'paytirib, siz xarajatlaringizni mana ko'paytirmaysiz-da, undan ko'ra o'sha kopilkangizga ko'paytirib boraverasiz. Oddiy futbolka, oddiy kiyimlarda kiyib yurdingizmi, nima qilasiz? O'sha brendoviy qanaqadir qimmat kiyimlar kiyib, undan ko'ra yana o'sha oddiy kiyimlarda yuraverib, jamg'arib boravering o'sha pulingizni. Keyin mana 3-etapda
siz investitsiya qilishni boshlaysiz, ya'ni yig'ib borasiz. Ikkinchi etapda обязательно mana pul yig'ib borayotganingizda birinchi o'rinda siz o'zingizga podushka qilib olasiz. Podushkangizni yig'ib bo'lib, moliyaviy podushka bu nima degani? Oddiy qilib aytganda, zapas pulingiz bor, misol ishsiz qolib ketdingiz, daromadingiz kelmayapti-da, o'sha podushka bilan siz kamida 6 oy, 1 yil deb aytiladi o'zi. Agar tadbirkorlik qiladigan bo'lsangiz, unda albatta 2 yil bo'lishi kerak, хотя бы 2-3 yil bo'lishi kerak. Atak хотя бы oddiy tadbirkorlik emas, ishni ko'zlaydigan bo'lsangiz 6 oy 1 yil bo'lishi. Chunki 6 oy 1 yil ichida siz bemalol boshqa ishga o'tib ish topa olasiz. Ya'ni vakansiya bemalol topa olsangiz bo'ladi 6 oy 1 yil ichida. Keyin mana bizlar investitsiya qilib boramiz. Endi nimaga biz o'sha ko'proq investitsiya qilib borishimiz kerak? Чтобы mustaqil bo'lishimiz uchun deb aytdim. Misol, mana oddiy misol qilib keltiraman-da, oddiy sodda qilib sizlar o'zingizlar bu narsani to'g'rilab olasizlar. Misol, sizni oylik xarajatingiz $500 deb olaylik. Misol, $500 va siz maqsad qo'yasiz. Qanaqa maqsad? Shu xarajatlaringizni investitsiya orqali yopishingiz kerak. Ya'ni ishlamasdan turib o'sha investitsiya orqali yopadigan bo'lsangiz, bo'ldi, siz o'sha ozod inson bo'lasiz, mustaqil, свободным человеком bo'lasiz-da. Ya'ni misol yiliga siz 5-6% daromad topishni maqsad qilib qo'yasiz. Demak, sizga investitsiya qilish uchun ataga yig'ishingiz kerak bo'ladi 100 ming. Va 100 mingni yig'gandan keyin o'shandan 5-6% daromad oladigan bo'lsangiz, men 6% deb hisobladim. 100 mingni ko'paytirasiz 6% ga, yiliga siz 6 ming topasiz. O'sha 6 mingni oyma-oy bo'lib oladigan bo'lsangiz, keyin siz uje shunga ishlashingiz ham kerak emas, shu orqali ishlab ketyapsiz. Men mana ko'rsatdim, $1 million, $10 million, $20 million kerak emas. Misolda, mana kichkinaroq xarajatingiz bo'lsa, kichkinaroq summa bilan yopib ketaverasiz. Oldin shu kichkina narsalardan qo'yib borish kerak bo'ldi. Hech qiyin joyi yo'q. Ya'ni ko'rdinglar-da, daromadinglarni oshirib boraverasizlar, yig'ib borasizlar, yig'ganingizni investitsiya qilib borasiz va investitsiyangizni katta anaqasi planni qo'yib olish kerak emas, kichkinaroq, chunki risk kamroq bo'ladi. Kichkinaroq daromadda stabil olib borishni o'ylab borish kerak. Va bizning fond bozorimizda hozir O'zbekiston fond bozorida obligatsiyalarni unutinglar. Obligatsiya emas, kompaniyalarni o'zini sotib oladigan bo'lsanglar, dividendni 10% dan ham balandroq beradigan kompaniyalar bor. Ancha yildan beri, o'sha o'rtasida ham oladigan bo'lsangiz, 10% dan necha yildan beri berib kelyapti-da. Xo'p, endi keyingisiga o'tamiz. Qarang, agar siz bu narsani qilmaydigan bo'lsangiz, qarz olib, kredit oladigan bo'lsangiz, nima sizni kutadi? Keyingisiga o'tamiz. Misol, kredit, qarz oladigan bo'lsangiz, nima bo'ladi boshida? Albatta, bu o'sha oson yo'l bilan siz eng oson yo'l bilan bu qarz bilan kredit ola olasiz. Nimaga olinadi ko'pincha bizada? Telefonga, mashinaga o'zingiz qanaqangiz orzu havasga olasiz. Va aytasizki, mana bu yerda to'lovlar ozgina-ku, o'sha nima deydi, jitcha deydi-yu, andijonchasiga. Ozginadan to'lab boraman deysiz. Oyligim bor-ku deysiz, olasiz kreditni. Ozginadan to'lab borasiz. Keyin nima bo'ladi? Ikkinchi bosqichida uje birinchidan siz birinchiga agar qilgan bo'lsangiz, uje ikkinchisiga sekin o'tishni boshlaysiz. Bu ilmoqda, bundoq ilmoq, krichok. Birinchisiga siz qo'ndingizmi, uje bo'ldi, sizni tutib olishdi, baliqni tutib olgandek tutib olishadi, keyingisiga o'tasiz. Ya'ni rost dolgov. Va siz yangi kredit olasiz, mikrozaym, рассрочка. Nimaga bu narsani olasiz? Chunki sizda uje oyligingiz oyligingizdan yetib bormayapti va sizda eng yomon narsa shakllanadi. Bu moliyaviy sizda odat bo'ladi. Ya'ni moliyaviy noto'g'ri odat. Qarz olib turing, keyin berib yuboraman. Qarz olib olay, keyin berib yuboraman.
deydigan sizda odat bo'lib qoladi. Bu moliyaviy odat. Bu xuddi sigaret chekkanda, aroq ichganda bu yomon odat sizda shakllanadi. Bo'ldi, bu narsa shakllandimi, keyindash nima bo'ladi? Sizda уже mana ko'p qismingiz, ko'p topayotgan daromadingiz shu yerda o'zida anaqa qarzlaringizni yopishga ketayotgan bo'ladi va sizni pulingiz уже yetmaydi. Siz va yana yangi kredit olishni boshlaysiz. Va 3-bosqichda nima bo'ladi? 3-bosqichda siz уже konkretniy lavushkada tuzoqqa tushgan bo'lasiz. Yamada bo'lasiz. Chuqur bitta yamada bo'lasiz. Ya'ni sizni qarzlaringizni yopish uchun 30-50% o'sha topayotgan daromadingiz 30-50% sizni qarzingizni yopishga ketadi. Mana ko'rdingizmi? Men tepada 10dan 40% gacha ko'rsatgandi. 10dan 40% gacha siz shuni yig'sangiz bo'lardi. Bu yerda уже sizni 30%, 50% topayotgan daromadingiz уже avtomatik ravishda majbur bo'lasiz kreditga ketaveradi. Kreditingizdan o'sha plastikingizdan tortib oladi. O'shani kartadan tortib oladi-ku hozir. Unda bitta rolikda ham aytgandim-ku, odamlar bankomatga yugurib boryapti-da, shu pulim tezroq yechib olay, men kreditim tortib ketmaslik uchun-da. Keyin nima bo'ladi sizda? O'sha mana yamaga tushdingiz va siz уже o'zingiz uchun ishlamayapsiz-da, o'sha banklarga va o'sha tashkilotlarga, biza investorlarga ishlab qo'ygan bo'lasiz. Misol, agar biz obligatsiyani oladigan bo'lsak, bizning pullarimiz sizga qarzga boradi. Siz ham bankka ishlab berasiz, ham bizaga investorlarga ishlab berasiz. Men hozir lekin umuman bu obligatsiyani olmayman, boru. To'g'risi, vashi obligatsiyadan shunaqa ko'nglim oz qolib ketdi. Prosta nima deydi? Halol masligiga emas, men hozir u foizlarni ko'rib, o'tda shu referalniy sistemani qilganiga juda qattiq jahlim chiqib ketdi-da. Bilmadim, bu prosta emotsiyani berish rosa anaqa. Xullas, menga yoqmadi. Oddiy qilib aytgan, menga rosa yoqmadi. Va keyingisi siz to'lab boryapsiz. Qarzingizni to'lab boryapsiz, nimagadir summangiz kamayib bormayapti. Chunki o'ta foizlar bor va foizlanib kamayib bormaydi. Har oy foiz ham tug'adi. Va sizda nima bo'lyapti? Xronический stress bo'lyapti. O'sha pullarni qaytarishim kerak, joyiga qo'yishim kerak. Miyangizda aylanadi. Zombi bo'lib stressda yuraverasiz, hayotdan xafa bo'lib, o'zingiz ishlayotgan ishingizni yoqtirmay qolasiz. Chunki oliga olaman, yarmi уже anaqa qarzga kirib ketadi. Ishlayotgan ishingizdan olayotgan anaqa daromadni sezmaysiz-da. Oyligingiz yarmi ketib qoladi qarzlarga. Keyin esa ishlayverasiz majbur bo'lib, chunki siz to'lashingiz kerak kreditlarni. Ishdan ham bo'sha olmaysiz. Mana shunaqa qilib o'zingizni tuzoqqa ilintirib qo'yasiz. Keyin nima bo'ladi? 4-chi etapda men o'zim ham bankda ishlaganman. Eng yomon narsa bu o'sha mana shu odamlarga bankda ishlab turgan paytlarimda aytaman, telefon qilishdi. Siz shu insonlarga telefon qilasizda, ular o'zi noto'g'ri ish qilib qarz olib qo'ygan. Siz esa ularga chiqib, Alisa zvuk 60. Siz ularga chiqasizda, ular noto'g'ri nima qilganiga, qilib qo'ygan xatosiga siz orqasidan ketidan yalinib ham gap eshitasiz, oligingizdan kesib tashlaydi-da. Yomon bemaza ishda telefon qilasiz, aka to'lab qo'ying, aka to'layman, bir xil urishib ham tashlaydi. Shu, ya'ni oxirida sizda nima bo'ladi? Sizda kreditni to'lolmay qolasiz, keyin sizda prasrochka boshlanadi, shtraf bo'ladi va o'sha bankning xodimlari telefon qiladi. Vashi yomon narsa bor. Hech qachon bu narsa boshingizga tushmasin, u tarafdan ham qarz olib tushmasin, bankda ham ishda o'tirib telefon qilish tushmasin boshingizga. Yomon narsa bu. Oxiri taqalib nima bo'ladi endi? Bankdagilar ham telefon qilib, keyin oxiri sudga beraveradi. Endi to'lamagandan keyin nima iloj? Va sudga ketadi. U yo'q, уже konec-da.
Mana oddiy qilib aytmoqchi bo'lganim, kredit bilan qarzni oson olasiz. Keyin bir marta o'sha mevasini yeganingizdan keyin vah deysiz, shirin tuyuladi, oson ekan-u deb, keyin yana o'zingiz bilmagan holda siz dash kirib ketaverasiz va oxiri bularni yopaman deb, qarzlarni hammasini yopaman deb yoki siz o'sha jinoyat qilib yuborasiz yoki уже smertda. Shuning uchun umuman nima deydi, mana bu narsalarga kredit olayotganda men qarshiman. Misol kredit olib turib haqiqatan biznesingizni rivojlantirib, past foizda olinadi-da. U mana bunaqa biznesni ham rivojlantirishga, o'sha aktivlarni sotib olish uchun kreditlar olayotganda mana bunaqa foizda hech qanaqa tadbirkor olmaydi bunaqada. Mana shunaqa foizda olib turib, bir g'alati narsalarga bu ishlatiladigan bo'lsa, ya'ni hozir ko'rsatganimdek, tak, mana o'sha aytgandek, telefon, mashina bir orzu havas uchun olinadigan bo'lsa, yo'q. Umuman olmanglar. Bu уже sekin sizlar kirib ketaverasizlar-da. Shuning uchun kim kredit olmoqchi bo'layotgan bo'lsa yoki siz o'ylaysizki, misol kimdir o'sha yaqiningizni moliyaviy savodxonligi nima edi, mayli past demaylik-da, shu qaysidir o'rtog'ingiz yoki tanishingiz kredit olishga ko'zingiz yetsa, mana shu videoni tashlab qo'ying-da, olmasin, tinchgina olmasin. Men to'g'risi bu obligatsiyani olmayman. Bu narsani ko'rib men to'g'risi bir g'alati bo'lib ketdim. Ayniqsa men bu loyalnostni ham ko'rib. Bu yoqda men qolganlarni ham ko'rib chiqdim. Bizada mana shu kreditlar qanaqa stavkalardan berilar ekanda. Men bu foizlarni ko'rib to'g'risi jinni bo'lib qoldim. Boshqa kompaniyalar ham bor ekan mana. Bular bor ekan, mana 72% dan berar ekan. 50 million so'mgacha. Mana yana bor 50%, 66, 48, 60. Bular ham mana boyagi 60% deyarli, 48% imkon finans. Ko'p ekan unaqa mikro hozimalik 40, 43, 42, 38, 36, 35. Shu ko'rdinglarmi nima? Sekin kamayib boryapti-ku. Bular hammasi olganlar qanaqa boshlaydi? Mana shu eng teparoqda shu kichkinaroq foizdan boshlaydi-da hammasi. Mana kichkinaroq foizi bor, 20% bor. O'shani yopaman deb keyin sekin bilmagan holda mana bularni siz top-toza bo'lsangiz, nima ishlaydigan narsangiz bo'ladigan bo'lsa, kichkinaroq foizda olishingiz mumkin. Keyin u narsani ham siz shunaqa bo'lib qoladi, bir marta mazasini bilganingizdan keyin dash ketib qolasiz-da, bu narsani уже yopolmay qolasiz. Mana shu 20% yopolmay qolganingizdan keyin уже kattaroq foizlarga o'tib ketib qolasiz. Nimaga men bu 35-40% ga o'tib ketyapman? Chunki bu narsani уже olish osonroq, ya'ni bez zalog olsa bo'ladi. Men boya ko'rsatganimdek, siz уже mana bunaqa stressda yururganda xuddi sizga tuyuladi, bu narsani olib turib uni yopib yuboraman, deb tinchlanaman deysiz. Illyuziya shunaqa shakllanadi-da miyada. Shuning uchun yig'ishtiringlar bunaqa narsani. Bo'ldim. Всё.